Hammaga assalomu alaykum. Bitta xushxabar bor. O'shani sizlar bilan bo'lishmoqchi edik. Kecha bizga SMS keldi. Kechki mahal sizda arizangiz vizani cho'zdirishga arizangiz ko'rib chiqilyapti deb Finlandiyada. Bugun ertalab menimcha 2 soatni vaqt ketgan. 2 soatda arizamizni ko'rib chiqib, bugun ertalab 9:27 da elektron pochtamizga migratsion slujbadan informatsiya kelibdi. Finlandiyanikini sizda vizangizni cho'zdirish haqidagi qaror ijobiy bo'ldi va sizga yaqin fursatda ID karta, finska ID kartani sizga yaqin bo'lgan joyga dostavka qilib beramiz deyishdi. Bu yangilikni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Siz bilan ham ulashmoqchi bo'ldim. Mana bu yerda yozib qo'ygan mana. Resident permit bizga ijobiy hal qilinadi. Mana shu yerda ko'rsangiz yozib qo'yilgan. Xo'p, nasib agar olsak yana bir video qilamiz. Demak, 3 oyga kelib cho'zdirish iloji bor ekan. Endi men hozir kirib anketa qilganimda ko'rdimki, bizning vizamiz bilan faqatgina 9 oygacha cho'zdirsa bo'lar ekan. Yana ham yaxshi ish beruvchi topsangiz, agar u sizga 9 oylik emas, misol uchun 3 yillik, 4 yillik, 5 yillik do'govor bersa, menimcha 5 yilgacha ham cho'zdirsa bo'ladi deb umid qilaman. Hammaga omad. Qo'ldan kelgancha o'zimiz boshimizdan o'tkazayotgan narsalarni sizlarga ko'rsatib ketyapmiz. Kamchiliklar bo'lsa kommentariyga chiroyli tushuntirsalaringiz, shuni ustida ishlashga harakat qilamiz. Hammaga kelib Finlandiyaga vizalarni cho'zdirib, shunaqa xursandchilik hislarini his qilishlarini tilab qolamiz. Hammaga omad. Iltimos podpiska qilib qo'yinglar, chunki bizda internet juda ham yomon. Shunga qaramasdan soatlab o'tirib videoni montaj qilib internetga qo'yishlikka harakat qilyapman. Omad hammaga. Hammaga assalomu alaykum. Bunaqa xursand bo'laman deb o'ylamagandim, bilmayman nimaga. Bugun bizga migratsionnidan pochta keldi. Juda ham tez keldi, bir kunda keldi. Nima ekan desam, Finlandiyada resident permit ekan. Xursandman, hammaga nasib qilsin. Kelib. Rajab Ahmadbek mi? Rajab? Siz bana kodun ko'rsatdingizmi? Bo'ldi, Rajab Ahmadbek. Sizlarmi so'rayapsizlar? Bunda siznikini olgan bo'lsam, hozir mana tax card. Yeah, no. Resident permit. Resident permit. For how many months? 3. No. No. 3. 3 months. 3 months. Oh, 3 months. This is. Yeah. I have a student. Yes. My him. Okay, nice. 3 months. Xursandmiz. Ajoyib. Birinchi marta. Ajoyib. Davor opa? Opam kadrga tushishim mumkin emas. Modellik 0 buyursin, xayrli bo'lsin. Siz uchun xursandman, siz uchun. Rosa havasim ketdi o'sha narsadan.
Ahmadjon. Chektab cho'ntagiga tutsangiz bo'ladi. Mana bu Ahmadjonnikini ochyapmiz. Nargiza ham videochilik gapiring. Ana yerga geçip qolaman. Bu nima ekan? Bonus qo'shadi. Keyingi olib Qanday ko'rsatingchi, ochib, nimasini yoping teplan. Tabriklayman Ahmadjon. Yevropaning yarim fuqaroligi bo'ldingiz, nima deydi? Tabrik. Nargiza ham bir narsa deng endi. Ay şu turuşa bir hava.